Optiraymi olasiz? Qadrdonlar, darvoza ko'rib turganlaringiz Samarqand fasonga o'xshaydi, lekin yangicha, o'ta bachkan emas. Bir pagonometri 1,5 million so'mdan chiqyapti. 2 listdan 2 qavat bo'lgan, shumkalari bo'lgan. Taylari yerga kirish uchun 30 cm dan joy tashlab ketilingan, xudo xolasa. Pagonometri 1,5 million so'm. Keyingisi high-tech uslubdagisi listlari 2 qavat, shumkalari bo'lgan, hamma yo'q joyida, taylari polni shveldir bo'lgan, 1,5 million so'mdan metri chiqqan. Bunisining narxini 600 ming so'mga beramizmi? 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham 1.3 lista bo'lgan. Bundan tashqari bunisini 450 ming so'mdan qilib berishadi 1 metrni. Xo'p, bunisiga keladigan bo'lsak, 400 ming so'mdan qilib berishar ekan. Xo'p, bunisi ham 450 ming so'm, 450 ming so'm, 600 ming so'm, 450 ming so'm. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan qilib berishadi. Videoda boshida bepulga darvoza dedim, aytganimdek, qadrdonlar, uyga darvoza qo'yishga imkoniyati yo'q odamlar uchun mana shu darvozani bepulga qo'yib beramiz. Narxi 3 million 700 ming so'm. Shu videoda 1 million 1,5 million prosmotr qiladigan bo'lsak, bitta bechora odamga albatta qo'yib beramiz. Poddecha qilib bersizlar.